Wow. Hozir sizlarga bebaho ko'rsataman. Nomini ham bebaho deb nomlashdi, ya'ni bessenlik. Rangi shunaqa chiroyli. Hozir rangini aytmayman, ko'rgandan keyin o'zlaring baho berasizlar. Va otni ko'rgandan keyin sizda shunaqa ot bor bo'lsa, sotgan bo'larmidingiz yoki sotmagan bo'larmidingiz? Shuni ham yozib keting. Va otga bitta yoqsa, like bosib qo'yasiz. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, mensimasdan qarar ko'z qirdan. Sezmay qolaman aldaydi